Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Assalom Buxoro dam olish dasturi orqali sizlar bilan diydor ko'rishish baxtiga muyassar bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalom Buxoro dam olish dasturining aziz muxlislari. Boshlangan kuningiz fayzli hamda ezguliklar hamrohingiz bo'lsin. Buxoroi sharif bugungi kunda 7 pirlari hamda muqaddas qadamjolar bilan olamga mashhur hisoblanadi. Shuningdek, Buxoro Naqshbandiya tariqati 7 ta buyuk pirlarning vatani hisoblanadi. Tasavvufning buyuk vakillari bu yerda yashab, diniy va ijtimoiy faoliyat olib borganlar, ya'ni muborak Buxoroning vujudga kelishi va gullab yashnashi, shuningdek ma'naviy tarbiya va hissiy ruhni yuksaltirishga ham o'z hissalarini qo'shganlar. Shuningdek, istiqlol sharofatidan ulug' pirlarimiz asarlari nashr qilinyapti. Ular haqida kitoblar chop qilinmoqda, ziyoratgohlar obod etilmoqda. Haqiqatan mana shu davlatimiz mustaqilligi yillarida barcha ziyoratgohlar qayta rekonstruksiya qilinmoqda va ularning chiroyiga chiroy qo'shmoqda. Bundan tashqari, mahalliy sayyohlar ham, xorijiy sayyohlarning ham qatnovi hech qachon cheklangani yo'q. Biz bejizga 7 pirlar muqaddas qadamjolar haqida so'z yuritmadik. Hozir esa Gulchehra Navro'zovaning Naqshband ruboiylari falsafasi kitobi yaqinda nashrdan chiqqan. Shu haqida keng ommaga ma'lum qilamiz, so'ngra sahifani tomosha qilamiz. Marhamat. Olima Gulchehra Navro'zova faoliyatidagi ushbu yangilik Bahovuddin Naqshband ma'naviy merosini yosh avlodga yetkazishda muhim qadam bo'ldi. Olimaning qalamiga mansub Naqshband ruboiylari falsafasi kitobida juda ko'plab tarixiy manbalarga murojaat qilingan holda uning ruboiylari tiklangan. Naqshbandning boy ma'naviy merosi tahlillar asosida o'quvchiga yetkazilganki, hech qiynalmay Naqshband aytmoqchi bo'lgan fikrlarning hikmatini anglash mumkin. Mazkur asar keng jamoatchilik tomonidan iliq qarshi olindi hamda Bahovuddin Naqshband ilmiy markazida bo'lib o'tgan konferensiyada muhokama qilingan mavzulardan biri bo'ldi. Olimaning ushbu kitobi e'tirof etilib, mazkur kitob keng kitobxonlar mutolaa qilishlari lozimligi ta'kidlandi. Ushbu kitob ustozning juda ko'p yillik mehnatlari samarasi bo'lib, kitobda 137 ta ruboiyning falsafasi yoritib berilgan, ya'ni ham tarjima qilingan, ham mazmuni kitobxonlarga taqdim etilgan. Bundagi asosiy maqsad Bahovuddin Naqshband inson kamolotida halol rizq, ilmga munosabat, bo'rliq, tabiat, nabototga munosabat masalalari yoritilgan, xususan u kishining mashhur o'sha mayozor mo'ru, mayozor kas, rahi rostkori, hamin astu bast o'gitiga amal qilib hayotda bizdan hech bir mavjudotga, hech bir insonga ham zarar yetmasligi, eng to'g'ri yo'l inson uchun shu ekanligi g'oyasi yotadi. O'ylaymanki, ustozimizning bungacha bo'lgan ko'plab mehnatlari, ana Avrodi Bahoiyani tarjima qilganlar, ruboiylarni tarjima qilib taqdim etdilar. Bu kitob navbatdagi haligi tadqiqot ishlari bo'lib, bundan keyin yana ustozdan juda ko'plab kitoblar tarjimasini kutib qolamiz. Bahovuddin Naqshband ruboiylarining ma'nolariga nazar tashlasak, ularning mazmun mohiyatini chuqur mulohaza etsak, iymonimiz butun bo'ladi, teran fikrlar keladi, bilim darajamiz yuksaladi, tasavvuf falsafasi ham rivojlanadi. Butun olam yagona asosga ega degan fikr bilan Bahovuddin Naqshband butun borliqni sevish, e'zozlab unga muhabbat bilan munosabatda bo'lish lozim deb ta'kidlagan. Bahovuddin Naqshband butun insoniyatni uning dini, irqi, jinsi, millati, iqtisodiy mavqeiga qaramasdan ilohiy xilqat sifatida ko'rish, uni asrash lozim deb barchani ahil, tinch, xotirjam, murosa-yu madorada yashashga undaydilar. Hurmatli kitobxon, ushbu kitob mutolaasiga ham sizni chorlaymiz.